Navruz Sharq xalqlarining eng qadimiy va ardobli bayramlaridan biridir. U bahor tengkunligi 21-mart kuni nishonlanadi va tabiatning uyg'onishi, yangi hayot boshlanishini anglatadi. Navruz tarixi 3000 yildan ziyod davrga borib taqaladi. Bu bayram qadimdan Markaziy Osiyo hududida yashagan xalqlar tomonidan nishonlangan. U inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, poklanish va yangilanish ramzi hisoblanadi. Navruz arafasida xonadonlarda sumalak tayyorlanadi. Sumalak bu sabr, birlik va baraka timsoli. Bayram dasturxonlari milliy taomlar bilan bezaladi. İnsanlar bir-biriga ezgu tilaklar bildiradi. Yurtimiz bo'ylab xalq sayllari, milliy o'yinlar va konsert dasturlari tashkil etiladi. Milliy raqslar, kuy-qo'shiqlar va sahna chiqishlari Navruz shodiyonasiga o'zgacha fayz bag'ishlaydi. Navruz mehr-oqibat va saxovat bayramidir. Bu kunlarda keksalar holidan xabar olinadi, ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatiladi. Odamlar qalbida yaxshilik va bag'rikenglik tuyg'usi yanada mustahkamlanadi. Bugungi kunda Navruz xalq bayrami sifatida keng nishonlanadi. U milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, avlodlar davomiyligini ta'minlash va xalqimiz birligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Navruz bu yangilanish, poklanish va ezgulik bayramidir.